Assalomu alaykum. Sizlar bilan Muslimbek Saidov. Ko'p YouTube tarmoqlarida va Telegram ijtimoiy tarmoqlarida, Instagram ijtimoiy tarmoqlarida telefonda ishlash tezligini tezlashtirsa bo'ladimi degan savollarga ko'p qo'yilgan. Bu savolga javob beramiz bugun. Bu savolga javob ha. Telefonda oshiqcha qurilmasiz, oshiqcha programmasiz, ya'ni Play Marketdan yuklamasdan telefon ishlash tezligini tezlashtirsak bo'ladi. Buning uchun biz parametr устройства hammaga tushunarli bo'lishi uchun telefonda eng pastda versiya, yadro versiya degan narsalar bor. Buni barchamiz bilamiz. Shularni ko'radigan joyga kiramiz. Mana Svediya Osmoniya mana liniyasi. O'sha versiyadan ko'ramiz. O'shaga kiramiz. Mana versiya Android, versiya yadrni. Mana shuni tagida Nomer Subroki degani bor. Bunda hammada har xil chiqishi mumkin. O'sha joyga 4 marta bosamiz. Tez bosdik. Bizdan kod so'raydi. Ekranimizda ustidagi kod. Kod yo'q bo'lsa, promoy ochaveradi. Endi nazar qilib chiqib ketamiz. Mana pastda yo'q edi. Parametr рабочий. Xo'sh, bunga kiramiz. Parametrga. Mana bizga keraklik lechka ochildi. O'sha lechkaga ham pastga tushamiz. Mana masshtab ko'rayotganingizdek. Mana shularni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, ko'tarib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'sh. Sizlarning me'mori zo'r. Xo'sh. Buni 05 ga qo'yamiz. Mana barchasini 05 qilamiz. Va bu yerda kerakli bo'lsa agar telefonning ekranida galechka paydo qilish ko'rayotganingizdek. Mana qo'limni yurgizyapman. Galechka paydo bo'ldi. Bu ko'p internetdan foydalanadigan insonlar, telefondan unumli foydalanadigan insonlarga kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek. Endi telefonni ishlash tezligiga kelsak, bu internetga ham ta'sir qiladi. Mana YouTube tarmog'iga kirib ko'ramiz. Mana 5 zagruzka ko'p. Ko'rayotganingizdek. YouTube'da ham ko'p iqvolar ko'payib ketgan. Mana videoni Самое время похрустеть. О, хрусти в новой упаковке. Хрустим на новом уровне. Оцени все разнообразие сухариков. Хрустим в новой упаковке. Mana o'tkazib ko'ramiz. Zagruz yig'ilishi. O'tkazib ko'ramiz. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek ko'pincha zagruz yig'ilib aylanib turadi. Xullas hammaga shu videoni chiqarmoqchi edim. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sizlar bilan Muslimbek Saidov. Kanalimizga obuna bo'ling. Yangi videolarni kutib oling.